Ketdim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan maydonda harakatlanish tartibini demak ko'rib chiqamiz. Birinchi demak start chizig'i orqali harakatni boshlaysizlar. Demak start chizig'ida nima qilish kerak? Qoida bo'yicha pоворотning chapga yoqib kiriladi. Start chizig'idan o'tganingizdan keyin piyodalar o'tish joyi. Ya'ni piyodalar o'tish joyidan to'xtash chizig'iga 1 metr yetmasdan nima qilish kerak? To'xtash kerak. 5 gacha sanaysizlar. 1 2 3 4 5. Keyin yana harakatni boshlaysiz. Keyin pоворotni yoqib kirgandan keyin mana shu oraliqda уже orqa balon o'tgandan keyin pоворotni o'chirish kerak. O'chirmasa unga ham 5 ball beradi. 1 metrdan demak kamroq masofada to'xtash kerak. 1 metrdan ko'p to'xtasa ham 5 ball beradi. Keyingisi estakadan chizig'i. Estakadan chizig'ida to'xtab 5 gacha sanab, nima qilasiz? Keyin orqaga harakatlanmasdan oldiga o'tib ketish kerak bo'ladi, yurish kerak bo'ladi. Buning ikki xil usuli bor. To'xtab turish tormozida va oyoq tormozida. Demak, farqi yo'q. Unda ham asosiy maqsad orqaga ketmaslikda bo'ladi. Estakadan tushdinglar, pоворotni yoqish shart emas. Yo'lni o'zi chapga buriladi. Asosiy 4 ta joy. Birinchi joy mana bu yerda pоворotni yoqadi. Bu yoqda shart emas. Yo'lni o'zi bo'yicha keyingi mashqimiz 90 gradusli burchak. 90 gradusli burchakda o'tiladi. O'tgandan keyin 10 ga yurasiz. Mana bu svetofor bo'ladi. Svetoforga ehtiyotroq bo'linglar. Demak, qizil yonsa to'xtaysizlar, sariq yonsa to'xtaysizlar, yashil yonib o'chib markat qilsa ham to'xtash kerak bo'ladi. Keyin sekin to'g'riga harakatni boshlaysizlar. Yashilda. Bilib olinglar, agar uzoqdan yashilni ko'rdinglarmi, bam kelib to'xtab olaveradi. Yashilda to'xtaganga shtraf bermaydi. Agar yonib o'chib qolsa, sekin o'tganingiz uchun 100 ball beraveradi. Mashinaga ehtiyotroq bo'linglar. O'tdinglar, to'g'riga o'tib turib, birinchi ilongizga yurish kerak. Ikkinchisiga yursanglar, bunga ham 100 ball shtraf beraveradi. Bunga kirib ketib qolmaydi. Ilongizdan chiqdinglar, pоворotni yoqish shart emas. Yana svetofor. Svetoforga ehtiyot bo'linglar. Qayta-qayta qizilda to'xtaysizlar, sariqda to'xtaysizlar, yashil yonib o'chib tursa ham to'xtaysizlar. Yashilda o'tasizlar, to'g'ri yonganda birinchi yuk avtomobillarni yo'nalishi, ya'ni yuk avtomobillar mana shu garajga kirish kerak. Sizlar kirib ketib qolmaydi. Yengil avtomobillar uchun emas bu. Bu yuk avtomobillar uchun. Keyingisi birinchi garaj nima qilinadi? Yengil avtomobillarning birinchi garaji hisoblanadi. Kiriladi, oldi bilan to'xtaladi. Orqa bilan bu yoqqa kirib, bantot nima chizig'i bo'ladi. Orqa oldiray, mana shu chizig'iga to'xtash kerak. Keyin qaytib chiqib, mana shu burchak bosib qoladi. Ehtiyotroq bo'ling. Burchak bosilmasa. Oldi ham chiqib ketib qolmasa. Mana shu sariq chizig'i bor. Sariq chizig'ini bosganga 20 ball beradi. Chiqasizlar, sekin o'ngga yuriladi. Agarda bu garaj zang bo'ladigan bo'lsa, mana bu garaj. Bu ham yengil avtomobil. Bu ham band bo'ladigan bo'lsa, mana bu garaj. Lekin bu ham band bo'ladigan bo'lsa, mana bu kutib turinglar. Bu chiqib ketib bo'lgandan keyin sizlar kirishingiz kerak. O'tasizlar, yana xuddi shu svetofor to'xtaysizlar. Pоворotning chapga yoqiladi, ya'ni burilish yo'llovchi yo'llari chapga yoqiladi. Chapga yoqilganda chapga yuriladi. Ro'paradan mashina kelib qolsa to'xtaysizlar. Ya'ni to'xtab, ro'paradagi mashinani o'tkazib olib, keyin chapga burilishingiz kerak. To'xtash chizig'i, ya'ni temir yo'l kesmasdan to'xtash chizig'i. 1 metr yetmasdan to'xtaysizlar. 5 gacha sanaysizlar, 1 2 3 4 5 o'shanda 3 sekund bo'ladi. Keyin yana harakatni boshlab ketasizlar. Bu tezlashish bo'ladi. Ya'ni gazni bosib, tezlashib olib, ikkinchi skoroskga olib, 20 ga chiqish kerak. Tezda 20 ga chiqasizlar, ikkinchi pog'onaga olasizlar. Keyin sekinlashib turib, o'zi belgilari bo'ladi, mana qo'yilgan bo'ladi. Demak, sekinroq yuringlar. Sekinlashib 1 ga olib, keyin sekin mana kutishni boshlaysizlar. Mashqdan boshlanadi, ya'ni avariyaga to'xtash. Mana boshida berish mumkin, o'rtasida berish mumkin, oxirida berish mumkin. Demak, chiyildagan ovoz keladi. Chiyildagan ovozda birdaniga to'xtab, avariyani yoqish kerak. Ya'ni falokat yorug'lik chorlarini yoqib, yana 5 gacha sanab, avariyani o'chirib, keyin harakatni boshlash kerak. Oxirgi mashqlardan biri, demak, parallel qo'yish usuli. To'xtab, mashinani orqasi bilan mana bu parallel qo'yish usuliga qo'yish kerak. O'shanda ikkita g'ildirak mana chizuvga bosish kerak. Bosgandan keyin xotirjam chiqib nima ketasiz. Agar bu band bo'lsa, mana bunga, bu band bo'lsa, mana bunga. Ya'ni 3 ta parallel qo'yish usuli. Eng qiyinrog'i mana bu bo'ladi. Chunki mana chizuvni bosib qo'yishingiz mumkin. Iloji boricha yo 1 ga yo 2 ga qo'yishga harakat qilinglar. Chiqqandan keyin svetoforda to'xtab, pоворotni yana yoqib o'ngga, sekin demak, yashilda yurishingiz kerak. Yana qaytaraman. Qizilda, sariq yonib o'chib turganda, yashil yonib o'chib turganda bu yerdan o'tish mumkin emas. O'tasizlar. Eng oxirgi qo'llardan biri bilib oladi. Mana burzoviga kirib ketib qolmaydi. Hammasi bitgandan keyin burzoviga kirsanglar, bunga ham 100 ball beradi. Yengil avtomobilga kiringlar. Yengil avtomobilga kirib, yana pоворotni o'ngga yoqib, finishdan chiqishingiz kerak. Mana shu tartib. Mashina eplab bersanglar, bo'ldi, imtihondan o'tib ketasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bosingiz.